Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida O'zbekiston milliy terma jamoasiga oid eng so'nggi yangiliklar. Eronning Mehr News nashri jurnalisti Mehdi Mortazavian Chempionat Aziya jurnalisti Abdulaziz Iskandarov bilan suhbatda O'zbekiston va Eron milliy terma jamoalarining jahon chempionatidagi ishtiroki xususida to'xtalib o'tdi. Eron Osiyoning jahon chempionatlaridagi eng tajribali vakillardan biri. Milliy terma jamoa 2014-yildan buyon dunyo birinchiliklarini muntazam ravishda o'tkazib yubormay kelyapti. Bunday barqarorlik esa jamoaga xalqaro futbolning eng yuqori cho'qqisida bebaho tajriba to'plash imkonini berdi. Bugungi kunga kelib Eron shunchaki jahon chempionatiga yo'llanma olishning o'zi yetarli emas. Endi talab va kutishlar butunlay boshqacha. Forslar qit'aning yetakchi futbol mamlakatlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda va jamoatchilik ulardan navbatdagi qadamni kutyapti. Bugungi maqsad guruh bosqichidagi 3 ta o'yin bilan cheklanib, uyga qaytish emas. Amir G'alenoy qo'l ostidagi jamoa turnirda uzoqroq qolishni, 4 ta yoki 5 ta uchrashuv o'tkazishni chin dildan maqsad qilgan. Albatta, jamoa atrofida hanuz taktik va texnik savollar mavjud. Bosh murabbiy ham ma'lum darajada tanqidlarga uchrab turibdi. Biroq talablar avvalgi avlodlarga nisbatan ancha yuqori ekanligi shubhasiz. O'zbekiston uchun esa jahon chempionatiga chiqish ulkan tarixiy yutuq. Musobaqada 32 ta yoki 48 ta jamoa ishtirok etishidan qat'iy nazar, jahon chempionati futbol olamidagi eng yirik voqea bo'lib qolaveradi va butun dunyo nigohini o'ziga qaratadi. Ilk bor qatnashayotgan terma jamoaning qadamida hamisha o'ziga xos sehr bo'ladi. Debyutantlar dunyo sahnasida o'zlarini ko'rsatish uchun turnirga o'zgacha kuch, yuqori motivatsiya va shijoat bilan tashrif buyurishadi. Ishonchim komilki, O'zbekiston mana shu ishtiyoqdan unumli foydalana oladi. Bundan tashqari murabbiylar shtabini Fabio Cannavaro boshqarayotgani jamoa uchun katta ustunlikdir. Uning jahon chempioni va jahon futbolining eng hurmatli namoyandalaridan biri sifatidagi tajribasi futbolchilarga ushbu tarixiy voqea bilan bog'liq bosim va mas'uliyatni yengib o'tishda yordam beradi. Hozirgi bosqichda O'zbekiston uchun eng muhim omil o'z kuchiga bo'lgan ishonch. Bu yetarlicha iste'dod va sifatli ijrochilarga ega jamoa. Agar futbolchilar ushbu tarixiy lahzalarni his qilib, o'z imkoniyatlariga ishonishsa, O'zbekiston jahon chempionatida yorqin o'yinlar ko'rsatishga va ijobiy natijalar erishishga to'la qodir degan Mehdi Mortazavian. Kecha O'zbekiston milliy terma jamoasi Amerika Qo'shma Shtatlarining Atlanta shahrida navbatdagi mashg'ulotlarni o'tkazdi. Quvonarlisi shundaki, himoyachimiz Hojiakbar Alijonov umumiy guruh bilan mashg'ulotlarda ishtirok etishni boshladi. Shuningdek, jarohatidan forig' bo'layotgan Odil Hamrobekov, Aziz G'aniyev va Jaloliddin Masharipov umumiy guruhdan alohida bo'lsa-da mashg'ulotlar o'tkazishdi. Mashg'ulotdan so'ng milliy jamoa himoyachisi Avazbek O'lmasaliyev oldindagi bahs oldidan fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Tayyorgarlik ajoyib, hamma tayyor. Birinchi o'yinni barcha intiqlik bilan kutyapti. Duo qilib tursangiz hammasi yaxshi bo'ladi. To'g'risi, yakuniy tarkibga kirishimni hech kim kutmagan edi. Lekin ichimdan xohish kuchli edi. Bu yog'iga bosamiz. Fabio bilan gaplashmaganman. Oxirgacha kurashdim va tarkibdan joy oldim. Kolumbiya va portugaliyaliklar ham bizga o'xshagan odamlar. Qo'rqish yo'q. Istalgan raqib bilan o'ynashga tayyormiz. Gol ursam qanday nishonlashni o'ylab qo'yganman. Qo'ng'iroq qiladigan odamlarim bor dedi Avazbek O'lmasaliyev.